Assalomu alaykum aziz obunachilar, Kavrak biznesi kanalimizda doimiy kuzatuvchilari. Hammani avvalambor Moh Sharif ro'za Ramazon oyining muborak kunlari bilan tabriklayman. Bugun 16-mart kuni biz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanining Jallayir qishlog'iga o'zimiz ekkan 1 gektar maydonga shu umumiy hisobda 1 gektarga 105 kilogramm urug' sepganmiz. Undan da tashqari 35 ming dona kavrak ko'chatlarini ekkanmiz. Mana o'sha hozir kavrak ko'chatlarini ham, urug'larini ham rivojlanishini, qanaqa o'sib turgan holatini, bahorda qanaqa chiqishini hammasini syomka qilish uchun ataylab Toshkent shahardan spetsalniy samolyot reys bilan Surxondaryoga keldik. Mana aziz obunachilar, juda ko'pchilik obunachilarimiz biladi, biz hammani ogohlantirib yurardik. Ro'za oyida biz ishlamaymiz, ishni to'xtatamiz. Lekinlikka ishlarimiz, faoliyatimiz davom etib turadi deb hammani ogohlantirgandik. Hozir endi shunaqa vaziyatlar bo'lyapti, lekin men bu kavrakni o'sib turgan holatlarini, rivojlanishini ko'rsatmasak bo'lmaydi xalqqa. Sababiki ko'chatlarni o'zini vaqtida oktyabr oyidan to 1-martgacha ko'chatlarni sotdik. Endi buni rivojlanganini ko'rsatmasak to'g'ri bo'lmaydi. O'shaning uchun biz mana Shavkat aka bilan birgalikda sherikchilikka boshlagan joyimiz 35 mingta ko'chatga Shavkat aka men bilan sherik. Bu 105 kilogramm urug' sepgan. Mana aziz obunachilar, bu o'ziga tegishli, o'zini shaxsiy pulidan qilgan ishi bu. Tak, hozir mana bu pollarimizga kelib qarayapmiz hammasiga. Endi shunaqa Allohning fazli, Xudoning kuch-qudrati shunaqa ko'zni quvnatyapti. Bu yerga Shavkat aka qanchadan urug' sepuvdik bittasiga? Endi 370 ta pol borda. 370 ta? Ha, 370 ta. 3 ga 4. 3 ga 4 pollar, ha? 105 kilo, 106 kilo o'pish sepilgan hammasiga. 105 kilo edi. Mana aziz obunachilar 300 gram atrofida ketgan. Taxminan 300 gram atrofida bitta polga ketgan. Mana o'sib chiqqan 300 gram urug'imizda natijasi aziz obunachilar. Mana Shavkat aka shu Qumqo'rg'onda buni Shavkat akani biz sherigimiz bor deb ko'p nomini ham zikr qilib ketganmiz, ismlarini. Undan tashqari shu odam bizning sherigimiz 1 gektar umumiy maydonni mana shu yerda pul tikib, o'zini shaxsiy pulidan mana shu yerda ko'chat qilib sotish uchun urug' ekkan. Mana aziz obunachilar, ko'ringlar mana qanaqa zich chiqqan, juda ham chiroyli chiqqan. Mana ko'rib to'g'risi men o'zim xursand bo'ldim. Mana endi bitta joyini hozir ko'rsatib ketamiz. Shavkat aka, gerbasidni ta'sirini ko'rsatmasak, chunki tushunmagan odamlar gerbasid sepib qo'ysa, ularga zarar bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerda aziz obunachilar, bu suvli yer. Suvli yerda hisobidan tabiiyki suvli yerda ko'p begona o't chiqadi. O'sha paytida begona o't Shavkat akani ham to'g'risi juda ham ozor berdi, charchatdi, to'g'rimi? Qancha pullar, 10 millionlab puli ketdi kunlikchilarni olib kelib o'tatish uchun. Keyin o'zingizdan chiqqan fikr, begona o't uchun gerbasid sepaman deganingiz. Sinab ko'rish maqsadida bitta polga sepuvdik. O'shanda ham mendan siz so'radingiz, aka gerbasid sepsam bo'ladimi obujon dedingiz. Men aytdim, yo'q, sepmang. Iloji boricha o'tating. Chunki u gerbasid zarar devdim, men baribir o'zlari bitta mana shu polga sepibdi. Mana gerbasid ahvoli kuydirib yuborgan hammasini. Bo'lmasam bu mana shu xuddi mana shunday chiqqan bo'lgan edi mana. Mana xuddi mana shunday chiqqan bo'lgan edi. Keyin gerbasidniki mana shunaqa darajada kuydirib yuborgan. Lekin shunda ham mana shu yerda bir 100 ta 200 ta ko'chat chiqqan. Bu o'tgan yilgidan omon qolganlarida.
To'g'rimi aka? O'tgan yil chiqmaganlari endi bu yil chiqib keladi. O'tgan yil chiqqanlari O'tgan yil chiqmagan. Qurib ketdi. Shu gerbasit ta'siridan. Bu o'tgan yil chiqmaganlari bu yil chiqib kelyapti. Hozir qaysiga sepgan? Faqat mana shunga Faqat sepgan. mana shunga sepilgan, ha. Mana qolganlari hammasi atlishni zo'r. O'shaning uchun gruppada ham ko'p yozdimda, sepamiz deganda umuman urug'qa dori sepmanglar. Urug'qa o'zi gerbasit ishlatmanglar. Gerbasit, stop degan narsa ham hozir ko'p piyozda ishlatilyapti, lekin atak bizda ishlatish umuman xato. Chunki stop o'z nomi bilan buni o'suvdan to'xtatib qo'yadi. Mana. Xudo xohlasa buni bizni nihoyatda eng katta yutuqlarimizdan bittasi O'zbekiston Respublikasi bo'yicha biz faqat sun'iy intensivni ko'paytiramiz. Urug'dan ekib ko'chat qilib sotamiz. Az obunachilar, keyin biz mana ishonchli, original, faqat sifatli urug' hamda sifatli ko'chatlarni sotamiz. Mana shu bu yil 2024-25 yillarda sotilgan ko'chatlar juda ko'p qismi Afg'onistondan kelgan ko'chatlar, Afg'onistonga aralash bo'lib borgan urug'larning ko'chatlari O'zbekistonga qaytib kirib sotilyapti. Lekin bizda mana shu iminnoy ekiladigan plantatsiyalarimizdagi urug'larimiz ham original, ko'chatlarimiz ham original. Mana ko'ryapsizlar? Tak, mana voy aka, dahshat Shavkat aka. Alloh ziyoda qilsin. Tikkan pulingizni 10 barobar qilib bersin inshaalloh. Shavkat aka ba'zi bir payt mana bu begona o't ko'p chiqib, o'tayotgan paytda ko'p pul ketganiga bir-birda xafa bo'lib qoladi. Men aytaman, aka, sabr qiling. Yaxshi bo'ladi deyman. Mana inshaalloh kuzdan bularni sotamiz, xudo xolasa. Mana bular ham hozir o'tatilyapti, mana o'tlar. Bularni ham o'sha men bu pushtani ustiga yog'och qo'yib, ayol kishi o'tyapti. Qoyil. Yog'och qo'yib, mana kecha oldin kuni, hozir ham keladi ishchilar. Shudring bo'lgani uchun sal kechikib keladi. Mana juda chiroyli. Ajoyib. Inshaalloh qachon suv qo'yasiz endi Shavkat aka? Xudo xolasa 3-4 kundan keyin. 3-4 kundan keyin. Ana endi az obunachilar, mana bu kavraklar, bular hammasi ko'chat uchun. Ko'chat ekilgan, shira olish uchun, to'g'rimi aka? Shunday, ha. Mana shunday. Mana az obunachilar. Juda ko'pchilik mana bu holatni hozir mendan so'rayapti-da, Shavkat aka. Mana bu holat borki, nimaga bujmayib chiqyapti deb savol beradi. Juda ko'pchilik tushunmaganlar. Ular birinchi marta ekyapti. Bu o'zi shundoq bujmayib chiqib, keyin yashnab mana bunaqa ochilib ketadi. Bilasizmi Shavkat aka? Bilaman. Bular endi chiqyapti mana. Kattaroq, qancha katta bo'lsa shuncha bujmayib chiqaverar ekanda bu. Shunda bujmayib, shudring bosib, yuzi chiqadi, keyin bu yog'i chiroyli bo'lib ketadi inshaalloh. Mana bu ikki qator ekilganda, qo'sh qator qilingan, ha. Mana necha 60lik pushti edi? 60lik, ha. Bitta bu yoqdan mana shunaqa ketgan ikki qator. Oxirigacha u yog'ini endi ko'rsatamiz. Shavkat aka, to'g'risini ayting, xursandmisiz yo'qmi? Albatta, bunday bu chiqqandan keyin xursand bo'lmay bo'ladimi? Ha? Xursandmisiz? Abdushi, hali xudo xolasa buni mana akalar, ukalar, mana shu umumiy ko'rinishi hammasi mana ko'rinib turibdi. Pol qilingan, erinmasdan shu pollarga ekilgan. Shavkat aka, mana buni eslaysizmi? Buni mana shu joyda. Siz sepmang dedingiz, men aytdim, yo'q aka, mana shu joyga ham sepamiz dedik. Mana o'zi bir 3 burchak sifatroq joy edi bu. Shavkat aka o'zi sepmang, mana shu yerga qolsin dedi. Men aytdim, yo'q aka, mana shu yerga ham sepamiz dedik. Mana qanaqa chiroyli chiqqan. Bu elab tuproq olingan joy edi bu. Ha, bu tuproq olingan joy, elavdik bergan. Yaxshi, zo'r. Natija Allohga shukr, yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana az obunachilar, biz pollarni bejizga mana bunaqa yog'och qo'yib
o'tamaymiz. Sababiki ertaga misol uchun buni o'tayotgan paytda bosib tashlasangiz bunga ozor berasiz. O'zi bu nafis bo'ladi o'shani hisobidan. Biz mana shunaqa spesialniy xari, straplar qo'yib buni ustiga chiqib bemalol o'taymiz buni. Shunda kavraklarga misol uchun jarohat, shikasta yetmaydi. To'g'rimi, Shavkat aka? Shunday. Maqsad ichiga oyoq bilan bosmaslikda. Shunday. Shavkat aka anavi bor edi-ku, yana bittasi bordi. Sizni oldingizga borgan, Hoji bobo bilan o'g'li. Aha. Sizni oldingizga borolmadi, bu yerlar ko'rib ketuvdi, ha? Shu yerga kelib ko'rdi. Ular ham ko'cha topib ketuvdi 10 mingta. Bu yerda ko'rib keyin bordi-da siz oldiga. Ha, keyin bordi. Juda ham ularniki ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa ularni ham YouTube kanalimizda hammasini qo'yib boramiz. Mana aziz obunachilar, 35 ming dona kavrak ko'chatlari shira olish uchun o'zimiz Shavkat aka bilan mana shu yerda sherikchilikka ekkanmiz. Mana ko'rib turganlaring hammasi kavrak. Aziz obunachilar, mana. Shavkat aka, hozirgi endi obunachilarga foydali bo'lish uchun biz nima o'g'it sepamiz, urug'imizga o'sha haqida ham bir gapirib keting. Kim bilan gaplashdingiz, kim bilan maslahatlashdingiz? Gaplashganimiz mutaxassislar bilan gaplashdik. Qayer bilan? Toshkentdagi mutaxassislar bilan Toshkent gaplashdik. bilan. Surxondaryoda vet aptekalarda agro sohasidagi ishlaydigan odamlar bilmadi, to'g'rimi? Yo'q, bilmadi. Aniq Spetsial Toshkentda o'zim ximiklar bilan, mutaxassislar bilan gaplashib, uni nomini ham hozir chiqaramiz, nomi hozir esimga kelmayapti. Amino. Amino kislota bilan yana bitta ozuqasi bor edi. U nomini bizga chiqarib beraman, qo'yasiz nomini. Aha, amino kislota. Amino kislota qancha miqdorda? Endi hozir oldin ajriqqa qanday ispitaniya qilgan bo'lsam, xuddi shunday ispitaniya qildik. Aha, yaxshi bo'ldi. 5 kun oldin yaxshi. O'zgarish bo'lmadi, barglari qurimadi. Yo'q, ziyon qilmadi. O'shaning uchun endi xudo xolasa bugun kechqurun yo ertaga общий talaga sepamiz o'shani. Inshaalloh xudo xolasa. Bittasi amino kislota, yetiltiradigan narsa, yana bittasi rivojlantiradigan. Vitamin, o ozuqa. Ozuqa. Undan oldin nima sepdik? Yana ham amoniy sulfat sepdik, to'g'rimi? Amoniy sulfat keyin sotigiga qanchadan? Mana shu 1 gektarga 200 kilodan sepdik. 1 gektarga 200 kilo amoniy sulfat sepdik, a? Ko'karib chiqishidan oldin sepuvdik, a? Ko'karib chiqishidan oldin. Tushunarli. Unda ko'kargan yo'q edi. Tushunarli. Rahmat sizga mana. Mana shu joylar. Bu nariyoqdagilar barglar juda ham shakardor ham, shakardor. Aziz obunachilar, bu kavraklarimiz o'tgan yili ekilgan kavrak ko'chatlar. 1 yil endi yoshiga to'ldi. 3 yoshli ko'chat ekilganiga joydan ko'chirilib, bu yerga ekilganiga 1 yil bo'ldi. Xudo xohlasa, ba'zi bir mana shu Telegram o'zimni gruppamda ham ko'p savol kelyapti. Bizda hali ko'chatlarimiz chiqmadi, urug'larimiz chiqmadi degan ko'p savol bo'layapti. Aziz obunachilar, sabr qilib tursalaring, inshaalloh yer qizishi bilan, Xudoning fazli karomati bilan chiqadi. Sabr qilib turasizlar faqat. Bu o'tgan yil ekilganligini sababidan bu oldinroq chiqib kelyapti bizniki. Mana aziz obunachilar, ikki qatorda ekilgan kavrak ko'chatlarimiz bu shira olish uchun. Mana umumiy ko'rinishini ko'rsatyapman. Mana. Nima deymiz? Alloh rizqimizni haloldan, pokizasidan bersin. 35 ming dona kavrak ko'chatlarimiz mana shu yerga ekilgan aziz obunachilar. Ko'rinishi hammasi Xudoning fazli bilan, Allohning qudrati bilan hammasi bittaga bitta chiqqan. Mana ko'ryapsizlar? Mana shuni hammasi kavrak. Shavkat aka, endi 2 daqiqa emotsiyangiz haqida gapirib bering. Ko'chatda ham ekdingiz, realni, urug'da ham ekdingiz. Hozir ekmoqchi bo'lgan xalqqa nima demoqchisiz? Ekmoqchi bo'lgan xalqqa har doim aytganmiz, ekish kerak uni, ertaroq ekish kerak, ertaroq harakat qilish kerak. Emotsiya, kelajagi haqida ham. Kelajagi xudo xolasa zo'r bo'lishi kerak buni. Hali shu paytgacha buni narxini tushganini ko'rmadik yoki
oladigan odamlar kamayib ketganini ko'rganimiz yo'q shu paytgacha. Ichingizdan qanaqa? Rozimisiz? Albatta rozimiz. Buni Urug'lar ekishdan chiqishidan oldin, Xursand bo'lyapsizmi? Xursandmisiz? Albatta buncha narsani ko'rgandan keyin xursand bo'lmay bo'laman. Buni ekishdan oldin ham bir 2 yil, 3 yil bu narsani izlashda yurganman. O'ylanib yurgansiz. O'ylanib emas, nima deydi? Ko'rib, gaplashib, izlanib, qanaqa narsa, nima narsa qayerga sotiladi. Polni informatsiya olgan. Bu narsaga informatsiya olib boshlaganimga 5-6 yil bo'ldi. O'zi 5-6 yil. Ha, 5-6 yil ichida 5-6 yil ichida biron marta buni qolib ketganini yoki narxi tushganini ko'rmadik. Har yil narx ko'tarilyapti. Oluvlar har doim bor, qolib ketmaydi. Faqat originali bo'lsa, sortiga qarab, obunachilar sortiga qarab. Sortiga qarab albatta. Eng asosiysi hozir mana shu aka o'zingiz ham bilasiz, sizga ham necha marta aytdim. Afg'onistonda ko'chatlari O'zbekistonga kirib juda ko'p sotildi. Shunday. 4-5 millionlab sotildi. Shunday. Biz nimamiz bilan mijozlarga ustunlik xizmat ko'rsatyapmiz? Eng asosiysi original ko'chat sotyapmiz, sifatli. Misol uchun mana Shavkat aka mendan 105 kilo urug' sotib olgan. Original urug' berganman, eng vishshi sortini. Endi xudo xohlasa shuni ko'chatlarini bemalol men qo'rqmasdan sotaveraman. To'g'rimi aka? Shunaqa. Chunki shartnoma ham shunday bo'lgan. Chunki bu odam meni sherigim. O'zi meni shu respublika bo'yicha o'zi juda ko'p aytganman, 3 ta sherigim bor. Ikkitasi Qoraqalpoqda, bittasi mana Shavkat aka. Oldilaringda turibdi. Ana endi men bu tarafdan hozir nechta ko'chat ekishga reja qilyapmiz aka? Xudo xolasa 200 mingta. 200 mingta katta ko'chat ekishga reja qilyapmiz. Xudo xolasa bu yil bu kuzda mana bu ko'chatlarni sotamiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Shavkat akani o'zini ham telefon nomerini beramiz. Agar kerak desalaring Qumqo'rg'on bo'yicha o'zimizda telefon nomerlarimizni ham videoning taglariga yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.